Hop, shu masala yechimi quyidagicha. Demak, jism 8 metr taqsim sekund tezlik bilan 30 gradus burchak ostida urilib, o'shanda burchak ostida qaytib ketdi va 8 tezlik bilan. Demak, bu elastik urilishiga misol bo'la oladi. Hop, va ta'sir etish vaqti 0.4 sekund davom etgan bo'lsa, o'rtacha kuchi necha newton deyilgan. Hop, ushbu masalani yechish uchun bizga impuls mavzusidan ma'lumki, kuch impulsi, bilamizki, kuch impulsi I harfi bilan belgilanganda doimo jism impulsining o'zgarishiga teng. Jism impulsining o'zgarishiga teng. Bu endi bu yerda jism impulsining o'zgarishini topib, kuch impulsiga tenglab qo'yamiz. Hop, kuch impulsi nimaga teng? Kuch impulsi F ko'paygan T ga teng. Jism impulsining o'zgarishi esa dastlabki holat mv1 dan ayirish kerak mv2 ni. Hop, endi nima bo'ladi? Endi mana shu ifodadan kuchini topish kerak, lekin tezliklarga 8 tezlik bilan urilgan 30 gradus burchak ostida deganligi uchun mana buni y tashkil etuvchisini olishga majburmiz. Chunki yerga urilgan qismi kerak xolos bizga. Ya'ni tezliklarning y tashkil etuvchisini olish kerak. Hop, tezliklarning y tashkil etuvchisi nimaga teng desa, demak, tezliklar bir xil bo'lgani uchun v1 v2 ga teng. Ular ham v ning sinus alfasiga teng bo'ladi. Chunki burchak qarshisidagi katetda gipotenuzaga nisbatan sinus alfaga tengligi uchun. Hop, bu tengligiga mana bu yerga olib borib qo'yamiz. Hop, f ko'paygan t barobar m v sinus alfa minus, hop, keyingisiga minus m v sinus alfa qo'yishga majburman. Sababi mana bu minus o'zgarishini anglatsa, mana bu minus esa bu o'sha ortga qaytib yo'nalishini o'zgartirganligini bildiradi. Bilamizki, impuls vektor kattalikda. Birinchi holatda pastga yo'nalgan, keyingi holatda tevaga yo'nalib qolganligi uchun minus bo'ladi. Shunda f ko'paygan t teng mana minus bilan bu minus plus bo'lib 2 m v sinus alfa bo'lib qoladi. Hop, bu yerdan f ni topadigan bo'lsak, 2 m v sinus alfa taqsim t. Demak, shu formula bo'lib qoladi. Mana shu yerdan f ni topib qo'yadigan bo'lsam, 2 ko'paygan massa 3 keladi. Ko'paygan tezlik 8, ko'paygan sinus 30 gradus taqsim vaqtim 0.4. Shuni hisoblansa, sinus 30 bilan 2 qisqarsa 3 8 karra 4, 8 karra 3 24. 0.4 bo'lsa, demak 60 newton chiqib keladi. Shunda bejavob. Mana buni ham javob qo'ydik.